Assalomu alaykum aziz qadrdonlar. 10x mexanikasi borligini bilamidinglar? Eng arzon varianti Plus akalar. Buni 60 oyga oladigan bo'lsangiz, atiga 1 million 100 ming so'mdan tushadi. Kunlik to'lovingiz sizga 40 ming so'mga ham bormayapti akalar. 40 ming so'mga ham bormayapti. Kunlik to'lovingiz 60% boshlang'ich to'lov to'lagan holatda. Videoda oxirigacha ko'ring. Boshlang'ich to'lovlari qancha bo'ladi, siz necha pul to'laysiz, oyma-oy necha pul chiqadi, 36 oydan 60 oygacha qanaqa shartlar asosida berilyapti, hammasini yozib qoldiring. Bu eng arzoni, eng prostoyi shu mexanika varianti bo'ladi. Undan tashqari akalar ko'rib turibsizlar, hamma variantidan bor. Biz avtosalondamiz. Mana shu yerda sizni mashinalaringizdan bittasi turibdi. Bitta bag'ni ham ko'rsating mana. Avtosalonda sklatida biz Drivers Village avtosaloni akalar. Pastda raqamlarni ham qoldiraman. To'liq ma'lumotlarni olsalaring bo'ladi. Undan tashqari akalar, bizning kanalimizda yangi bo'lsalar, obuna bo'lib qo'yinglar. Sababi har bitta odam yaxshi niyatda puli ko'paygandan keyin uy-joy qiladi, boshqa qiladi, keyin uyga sharoit qiladi. Birinchi qo'l joyini oqtaradi. Magazindan emas, ikkinchi qo'l, uchinchi qo'ldan emas, arzon joyini. Xuddi shunaqa narsalarni biz ishlab chiqaruvchilarni, fasad remont qiluvchilarni, travertin, plita, sokol ishlab chiqaruvchilar, kanalizatsiya qiladiganlar, ratan stor ishlab hamma joyda birinchi qo'llardan chiqarib boramiz kanalimizda. Kirib ko'ringlar, o'zingizga kerak bo'lgan birinchi qo'l narsalarni olib olish esdan chiqmasin. Like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar. Bunaqa kanalda boshqa safar ko'rmasliklaring mumkin. Bo'lmasa biz akalar videomizni boshlaymiz. Xudo xolasa 10x eng arzon pozitsiyasiga boshlang'ich to'lovlari nech pul bo'lyapti? O'zi narxi nech pul buni? Bo'lmasam biz boshladik akalar. O'zi eng arzoni 10x 176 million so'm bo'ladi. Endi dollarga qancha bo'ladi bilmadim, kommentariyada yozib qoldiringlar. Xo'p, 53 million so'm boshlang'ich to'lov to'laysiz, 30% bo'ladi. 36 oyga qancha bo'ladi degan akalarimizga 3 million 400 ming so'mdan to'laysiz. 36 oy mobaynida bemalol bo'lib to'layverasiz. Endi plyus ko'proq bo'lsa 40% ga yetadigan bo'lsa, akalar o'zi 30% ga olgan yaxshimi yo 40% gami? Nima deb o'ylaysizlar? 40% ga oladigan bo'lsangiz 70 million so'm to'layotgansiz. Oylik to'lovingiz 2 million 400 ming so'mdan 44 oyga bemalol meni chiqib ketsangiz bo'laverar ekan. Akalar, shunaqa imkoniyatlar yoqyaptimi, yo'qmi? Albatta kommentariyada yozinglar. Puliga stoid bo'lgan hozir UzAuto Motorsda JMda qaysi mashina o'zini puliniga javob beradigan mashina, albatta buni kommentariyada yozing. Orzungizdagi mashina qanaqa? Endi 50% to'lasangiz qanaqa bo'lyapti deydigan akalarimizga 88 million so'm to'laysiz. 55 oyga 50% to'laganingiz uchun 1 million 600 ming so'mdan chiqib berar ekan. Endi 60% to'lasam necha pul bo'lyapti degan akalarimizga 60% to'laydigan bo'lsangiz 106 million so'm to'laysiz. 60 oy davomida 1 million 179 ming so'mdan to'laysiz. Akalar 30 ming so'mdan ham tushmayapti kuniga. Bittadan like bosib, kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar. Qolgan pozitsiyalarini ham, Cobalt'ni ham, Damas'ni ham, Trekker'ni ham hamma pozitsiyalarni, rastochkalarini chiqaryapmiz. Like bosib obuna bo'lib qo'yaverasizlar.